Salam dostlar, hazır qaqtanlar xayrlik bolsun. Mening ismim Muzaffer. Bugun sizlarga ko'z qarash degan temada bir video ishildim. Hammalarni yoqtirib ko'rishingizni umid qilaman. Videoni boshlashdan burun bu kanalga ergashmaganlar va yoki abona bo'lmaganlar shu kanalning o'ng tarafidagi abona bo'l degan yerga bosib qo'ysangiz kanalga ergashgan bo'lsiz. Agar men ishlagan bu mikrofilmni yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, atrofingizdagilarga va do'stlaringizga taqdim qo'ying. Bu kanalning kuchlanishi hammamiz uchun foydali. Bir insandan göz qarşı o insanı nait yuqurlar çıkarıp aliyjanab qılalaydı, oxşaş derecede nait tövenleri düşürüp cahil bir insan qoydu. Şuna biz cahil bir insan bo'lib qalmasligimiz uchun özümüzden göz qarşını özgertishimiz ve terakki qildirishimiz gerek. Göz qarash degan fikrning ma'nosi bo'lsa, falsafiy nuqtasini aytganda insonlarning bir ishga bo'lgan pozitsiyasi. Biz buni ma'lum bir ishga, ma'lum bir faoliyatga, ma'lum bir temaga insanlarning qanday qaraydiganligi va qanday inkas qaytaradiganligi deb tushunsak bo'ldi. Yana bir jihatdan sizning bir narsani tushunmaganligingiz va uni qabul qilmaganligingiz bo'ldi. Va yoki boshqalarning sizdan nima tushunmaganligingizni tushunmagan ahvollar bo'ldi. Masalan, siz ba'zida meni muhabbatim qat'iy tushunmaydi, meni uydagilar qat'iy tushunmaydi deb og'rinsiz. Lekin siz ularni tushunamsiz. Har qanday bir insonning har xil narsalarga o'zining o'xshamaydigan ko'z qarashlari bor. Masalan, sizning siyosatga bo'lgan ko'z qarashingiz, dinga bo'lgan ko'z qarashingiz, millatlarga bo'lgan ko'z qarashingiz, shundaqla yurtvozlik va ig'ir millatchilikmi bir insonning ko'z qarashiga kirdi. Boshqa yurtlarni ko'ramaydigan va ularni kamsitadigan, boshqa millatlarni ko'ramaydigan va ularni o'zimizdan to'van ko'radigan. Mushunga o'xshash jahil ko'z qarashlarning hammasini tubdan yo'qotishimiz kerak. Sizning hayotga bo'lgan ko'z qarashingizni bir inson yoki bir ish o'zgartib baqdimi? O'zingizni boshqalarning o'rniga qo'yib tafakkur qilib baqdingizmi? Boshqalarning nimishqa siz bilan o'xshash fikrda emasligini o'ylab baqdingizmi? Unda bo'lsa, dunyoga va insonlar bo'lgan ko'z qarashingizni o'zgartib ko'rib beqishni xohlamsiz? Hamma odamning to'g'ri ko'z qarashi va o'xshashlar xato ko'z qarashlari bor. Masalan, men ma'lum bir kitobni o'qib, bu kitobdagi A personajni yaxshi odam yoki eski odam deb o'zimning ko'z qarashini o'tirib qo'yman. Sizmi o'xshash kitobni o'qib, B personajni texmi yaxshi yoki texmi eski deb o'zingizning ko'z qarashini o'tirib qo'ysiz. Shunga mening ko'z qarashim mening xato yakunlarimni o'z ichiga oldi. Siz ko'rgan ma'lum narsa qarta ba'zi ranglarni, ba'zi xatoliklarni ko'ra olasiz. Ammo ba'zi go'zalliklarni ko'ra olmasligingiz mumkin. Buni biz ko'z qarash deymiz. Hamma odam olmaning daraxtdan yerga tushadiganligini ko'rdi va bildi. Ammo bir inson nimishqa yerga tushdi deb tafakkur qildi va yerning tortish kuchi va 3 harakat qonuniyatini isbotlab chiqdi. Kelgusi 3 asrda mexanika va astronomiyaning asosini tikladi va zamonaviy qurilishchilikning asosi bo'ldi. Kimligini sizlarmi faraz qilib bo'lgan bo'lishinglar mumkin. U bo'lsa-mu donliq fizik olimi Newton. Har insonning voqea va jismlarga o'xshamaydigan ko'z qarashlari mavjud. Sizning ko'z qarashingiz qanchalik keng va rangli bo'lsa, dunyoni shuncha aniq va gerçek ko'rsiz. Tafakkur va tasavvur iqtidoringiz shuncha mo'l bo'ldi. Hozir ekranda 2 yangi tug'ilgan buvoqni ko'ryapsiz. Sizning bu buvoqlar bo'lgan ko'z qarashingizmi? Albatta, nayt tatliq, nayt umoq, nayt sob 2 inson bo'lsa. To'g'rimi? Endi bu rasm qarta ko'z qarashingizmi? To'g'ri, qat'iy bir-birisi bilan o'xshashmaydigan 2 xil kiyimki sulubidagi 2 inson. Bizning jamiyatimizda eng avjiga olgan ishlarning birisi tashqi qiyofati qarta muomala qilish va bularga bir taraflama qarash va buning qarta ayrimchilik qilish ahvollari mavjud. Buni biz turkchada o'nyargi, xanizchada piyanjan deymiz. Bir insonning qanday kiyinish uslubi bu insonning eng tabiiy huquqi. Siz bu insonni tunimay tushunmay, bu insonning axloq fazilatiga o'z ko'z qarashingizda baho bera olmaysiz. Va o'xshashda bu insonning yaratqusi bilan o'zining o'tirsidagi bog'lanishni o'lchay olmaysiz. Bu sizdan bir siqim qumni qo'lingiz tutib, ig'irligini faraz qilgan bilan o'xshash bir ish. Shunga o'zingizning ko'z qarashini bir taroziga o'xshatmang. Sizning ko'z qarashingiz har vaqt to'g'ri tortmaydi. Shunga bir insonni uning tashqi qiyofati qarta ayiblamang. Uning axloq fazilati qarta ayiblang. O insonni sizni ko'rsa o'zini qochiradigan shaklga kelib qo'ymang. Qandoq bo'lsa shu shaklda qabul qilishni o'rganing. O'zingizdan bir taraflama qarashini yo'qiting. Sizni cho'qim qabul qilishingiz kerak deb zo'rlamayman, lekin qabul qilishni o'rganing. Chunki biz qandoqlam kiyinaylik, o'xshash bir dunyoda yashayotgan inson. Har qanday bir ishdan burun o'zimizning inson ekanligini unutmaylik. Sizni tashlayotgan insonlar, sizdan ayrilib ketgan insonlar sizni nima ish tashlayapti, bularning sababini tushuning. Balkim har narsaga mening to'g'ri, men degandim, men ogohlantirgandim, men deb o'zingizning ko'z qarashini va fikrini besiversangiz, sizning ko'z qarashingiz uningga mos kelmadi degan gap. Sizning kichik dunyongizdan siqildi degan gap. Ko'z qarash deganimiz faqat ko'z bilan qarag'inimizdan emas. Sizning miyingiz, sizning qulqingiz, hammasi sizning ko'z qarashingizning ichida. Bularni o'zgartirishingiz va taraqqiy qildirishingiz kerak. Ko'z qarashingiz udul va tuz bo'lmasin. Oldingizdan ko'radigan bo'lmang. Baxtsizliklarni va dunyodagi ichinishliq narsalarni ko'rib, hayotingizdan seskanmang.
öğrenmeng. Oң ve sol taraflarını köreyleydigan bulun. Oxşamaydigan ranglarni ve güzelliklerini köreyleydigan bulun. Sizning göz qarşınızı tek tarafga zorlaydigan, bir taraflama qarashga zorlaydigan ve sizni yalg'izlashtiradigan oy fikir ve logikalaringizga qarshi chiqing. Her rangni köreyleydigan bulun. Göz qarşınızı tarlashtiradigan at ko'zoynaklarni ko'zingizdan tashlang. At ko'zoynak deganimiz atning ko'zi boshqa taraflarga qarmasin, o'ng so'l qarab qo'rqib ketmasin, faqat oldinlam ko'rib udulmansin deb taqaydigan bir xil ko'zoynak. Bir yo'ldan mangmoqchi bo'lsangiz, har vaqt eng qisqa yo'ldan emas, balki boshqa bir ranglarni ko'raoladigan yo'ldan mengishni o'rganing. İnsanlar xato yo'lda muvatamdı yoki siz ta'tir yo'lda muvatamsiz, buni yaxshi tafakkur qilib tushuning. Masalan, siz kundalik xabarlarni faqat birlam kanaldan ko'rmang. Boshqa xabar kanallarining o'xshash bir voqeani qanday tushundirdiganligini ko'rib beqing. Masalan, siz bir tema ustida izlansangiz, faqat birlam insonning javobi bilan kesinlashtirib o'tmang. Bir qancha insonning fikr va javobi qarta eng to'g'ri yakuni chiqaring. O'xshamaydigan muzika va naqshlarni anglab beqing. Mengiz o'xshamaydigan ritmlar bilan uchrashib baqsin. Qulqingizning ko'z qarashi o'zgarsin. Mushu videoni ostidagi tushuntirishga bir muzika qo'yib qo'yman. Bu videoni ko'rib bo'lgandan keyin o muzikani ichib jonliq bir shaklda anglab beqing. Boshqalarning ko'z qarashiga hurmat qilishni o'rganing. Chunki ba'zan vaqtlarda o'zingizni ularning o'rniga qo'yib o'ylab beqing. Bir insonni sat, chiroyli, egiz, pakas, semiz, o'ruq deb yakunlamang. Sizga sat ko'ringan birisi boshqalarning ko'z qarashida nihoyat mukammal birisi bo'lishi mumkin. Uydagilaringiz va o'quvchilaringiz sizga teximjiq o'rganadigan va izlanadigan fursat bermasa, bu sizning ko'z qarashingizni kichiklatib va tarlashtirib mangdi. Ko'z qarashingizni teximi boylashtirish va mollashtirishning usullari bo'lsa, birinchisi jiq kitob o'qish. Tor dunyosidan to'g'ri va yaxshi foydalanish. Yaxshi mazmunli hujjatli filmlarni ko'rish. Va men oldin qilib chiqargan o'zimizni qanday kuchlantiramiz degan temadagi videolarni ko'ring. Bularning hammasi sizning dunyoingizni cho'ngiltirdi va ko'z qarashingizni boylashtirdi. Bu videoning oxirida sizning ko'z qarashingizni o'zgartiradigan va sinaydigan bir qancha kinoni tavsiya qilaman. Bularning ko'rib beqing va yangi bir uqumga ega bo'ling. Hayotimizda o'xshamaydigan madaniyatlarni ko'ring. O'xshamaydigan davlatlarni ko'ring. Ularning ko'z qarashini qabul qiling demayman. Faqat o'zingizning ko'z qarashini nihoyat boy va cho'ng qiling. O'zingizning xosligini yarating. Bir xabarning yoki bir kinoning sizning ko'z qarashingizni qanchalik o'zgartiradiganligini fahmsiz. Ba'zanda dunyoning sistemini qurgan ba'zi insonlar va ba'zi davlatlar sizning bir narsaga bo'lgan ba'zi ko'z qarashlaringizni ostin-ustin o'zgartiradi. Bir kino yoki bir rasmning insonning ko'z qarashini qanchalik o'zgartiradiganligini ko'rib chiqaylik. 1975-yil ishlangan Oq akula kinosi insonlarning akulaga bo'lgan o'chmanligini qo'zg'ab, nurg'un akulaning o'ltirilishiga sabab bo'ldi. Bu filmning bosh surati hozir sizlar ekranda ko'rganinglardek. Lekin akula yilda faqat 12 insonning o'limiga sabab bo'ldi. Lekin inson 1 minutda 75 akulaning o'limiga sabab bo'lgan. Ama bunun qarşı yovvoyi hayvonlarni qo'g'dug'uchi va hayvonsevar insonlar o'xshash shaklda bir rasm yasab bularga qarshi chiqqan. Va hozir ekranda ko'rganinglardek inson kemisining bularga bo'lgan qirg'inchiligini aks ettirib berdi. Shunga biz bu dunyoda bir insonning yoki bir sistemining bizning ko'z qarashimizni xohlagancha o'ynata oladigan o'yinchiqi bo'lib qolmayli. O'z tafakkur ixtiyorimizni yuqori ko'tarib, o'zimizga xos to'g'ri ko'z qarashlarda bo'layli. Endi sizlarga ko'zinglarni aldaydigan bir qancha rasmdan misol ko'rsatay. Hozir ko'rgan bu rasmda 3 taxta bormi yoki 4 taxta bormi? Hozir ko'rgan bu rasmdagi son 6 mi yoki 9 mi? Bu rasmda olsa odamlar to'xtamay palampaydan ustiga qarab chiqyotdi. Kimning eng egiz yerga, eng to'g'ri yerga chiqqanligini topa olamsiz? Topa olmaysiz, chunki to'xtamay ustiga qarab chiqyotdi. Shunga ko'zimiz bilan ko'rgan hamma narsaga aldanib qolmayli. Hozir ko'z oldingizdagi tahdidlarni va kasalliklarni ko'rib, hayotga bo'lgan intilishingizni yoki hayotga bo'lgan umidingizni yo'qotib qo'ymang. Siz bunda oddiy narsalarni o'ylab o'tirgan vaqtingizda nurg'un insonlar o'ttira va uzun muddatli kelgusini o'ylab o'zini kuchlantiradi. Sizmi aytingiz va kelgusingiz uchun har jihatdan kuchlanishga boshlang. Atrofingizdagi va ko'z oldingizdagi ahvollar ko'zingizni va sizni qo'rqitib qo'ymasin. Endi sizlarga tavsiya qilgan kinolarim bo'lsa, hozir ekran chiqqan kinolar. Bu kinolarni izlab, ko'rib, o'zingizning tafakkur ixtiyori bilan o'ylab beqing. Dunyoga qanday ko'z qarash bilan qarashimiz kerak? Agar siz bu mazmunni yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, do'stlaringizga va atrofingizdagi insonlarga taqdim qo'ying. Texim yaxshi mazmundagi videolarning kelishini xohlasangiz, qanimga ergashib qo'ying. Sizlarning talab va fikringiz mening uchun eng qimmatli gaplar. Shunga qanday talabingiz, qanday fikringiz bo'lsa, menga desangiz bo'ldi. Rahmat sizlarga.